Atomiy kompaniyasi biznesini olib borish uchun ma'lumot talab qilinadimi? Men hech qayerda o'qimaganman yoki bo'lmasam ma'lumotim o'rta maxsus, meni biznes tajribam yo'q. Har qanday inson atomiy kompaniyasi biznesini olib borishlik mumkin. Nima uchun? Bu tajribali biznes va o'qitish tizimlari bor, o'quv markazlariga biriktirilasiz va onlayn platformalar orqali siz biznesni o'rganishligingiz mumkin. Undan tashqari, atomiy kompaniyasi 2009-yilda tashkil etilgan, hozirgi kunda 27 ta davlatda o'z filiallariga ega. Bu degani nima? Butun mana shu atomiy kompaniyasida ro'yxatdan o'tib biznes qilayotgan va iste'molchilar hech qanday ma'lumotni talab qilmasdan oddiygina iste'molchi sifatida ro'yxatdan o'tgan va o'z bizneslarini boshlagan. Agarda siz oyiga $100,000 daromad olayotgan imperiyalar tarixiga, hayotiga qiziqib ko'radigan bo'lsangiz, hatto ularning orasida oddiygina o'rta maxsus yoki bo'lmasam o'rta ma'lumot bilan ham hozirda $100,000 daromadga chiqqan imperiyalarni ko'rishligingiz mumkin. Atomiy kompaniyasining biznesi nima va uning uchun nima uchun qobiliyat ham talab qilinmaydi, ma'lumot ham talab qilinmaydi? Chunki siz shunchaki iste'molchilikdan biznes boshlaysiz. Ya'ni foydalangan mahsulotingizni oddiygina iste'molchiga taklif qilasiz. U inson ham mahsulotdan foydalanib ko'rib, yonidagi iste'molchiga bu mahsulot haqida ma'lumot beradi. Sizning tarmog'ingiz esa oddiy iste'molchilikdan biznes hamkorlikka o'tib rivojlanadi.